mahalla raislariga oson deb o'ylashadi. Ya bizga ham o'ziga yarasha qiyinchiligimiz bor. Mana mahallaga bolalarga futbol plashatkasini qilish kerak. Men tashabbus ko'rsatmasam kim qiladi buni? To'g'rimi? Undan keyin mana subsidiya olaman degan yoshlarga uy olish uchun yo'l yo'riq ko'rsatish kerak. Kim yo'l yo'riq ko'rsatadi? Men ko'rsataman, to'g'rimi? Undan keyin mana mahallani ko'chasini asfalt qilish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Open byudjetda yutish kerak. Men o'zim tashabbus ko'rsatmasam qayerda yutamiz? To'g'rimi yo noto'g'rimi? Ayt. Ana, ko'rdingmi? Sen men tushunasan. Odamlar tushunmaydi. O'g'lim, Keling aya. keldim. Menga qara. Mana shu telefonga o'zimni nomerimni shunga haligi yozib bergan. Hozir paynetga pul to'layman deb chiqib, nomeringizni ayting desa, esimdan chiqib o'tiribdi-da. Shuni haligi telefonga, haligi nima deydi, kontaktga birinchi bo'lib shu nomerimni yozib bergan. Ana paynetchi bola shunaqa dedi. Bir bosganda mana birni bosganda nomerim chiqadigan bo'lsin, hop. Xavotir olmang va o'zim sozlayman. His qilaman aya. Bo'ldi, shuni qilib ber, hop. Hop. Ey, men senga nima dedim? İşte tezroq qildim. Telefon o'ynab o'tiribsanmi? Qanaqa odamsan? Voy dada, bekor o'tirganim yo'q. Qarang, shunchasini qilib qo'ydim. Ishlab turgandim. Enam mana telefonni ko'tarib ketdi. Bu nomerni birinchi qilib yozib saqlanib qilib ber deydi. Shunga o'ylanib turibman. Enamning ismi Xosiyat bo'lsa, birinchi qilib qo'yishim uchun alfabet bo'yicha A'dan boshlanish kerak. A qilib Xosiyat desammi? A nuqta qo'yib Xosiyat deb yozsammi? Yo'q, sen ishni qil. O'zim yozib qo'yaman. Birinchidan bo'lib kerakmi? Ha, shunday birinchida turish kerak ekan. Bo'ldi. Assalomu alaykum, kene, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Gazdan keluvdik, qarzdorligingiz bor ekan. Qo'y. Uka, yilni oxirigacha qarzimni to'lab qo'yganman. Nima? Ha? Knishkani olib chiqingchi. To'laganman dedim-ku. Xo'p, knishkani olib chiqing. Knishka kerakmi? Hozir. Mana. Ko'rib oling. Yaxshi, to'labsiz opa. Lekin bizda kompyuterda ko'rsatgan yo'q hali. Kompyuterda ko'rsatsa sizga yana telefon qilib javobini aytib beraman. Chunki nomeringizni berib turing, yozib oling. Qo'y, shuni qo'y, telefon raqam bo'lsa muammo chiqadi men bilan. O'zi boya haligi to'xtaymanki yozib qo'ygandim. O'g'limga iltimos qiluvdim. Telefon nomerimni mana shu nimaga yozib ber. Kontaktda birinchisiga meni nomerimni saqlanib qilib bergan deb. Saqlanib qilib berganmi? Aytgandim. Ha, shuni. Bunda nima qilsangiz nomerim chiqadi. Bo'ldi, bilaman. Ha, birni bosing chiqib kelaman. Anakonda deb yozilgan-ku. Anakondamisiz? Mana qarang. Mana shuni ushlab turing, nomerni yozib oling. Mana qaratib turing. Bo'ldi. Opa, borib telefon qilaman, kompyuter tekshiray. Salomat bo'ling. Ha, mayli, xo'p. Xo'p. Mana konda. Tuzatdingmi? Ha, dada, bo'lib qoldi mana. Damini solganmisan? Ha, damlarni ham. Changini yaxshilab ber. Men bu yoqlarni ham ber. Xo'p. Ana tugay deb qoldi. Ha, Menga qara shunchaki, ha? Nimaga meni telefonimga, nomerimga Anakonda deb yozib qo'yding? nima? Anakonda? Ya, dada? Ey o'g'lim, endi onang bizga kelin bo'lib tushib kelgan payti suv ilon edi. Keyin bilsak zaharli ilon ekan. Sal vaqtdan keyin ko'braga aylandi. Azgina kutib turdik, mana anakonda bo'lib turibdi-da. 5-6 yildan keyin ajdarho bo'lib turibdi-da. Kim Anakonda? Qotil xasla. Kim Anakonda? Quyon yuragim. O'g'lim, onang ajdarhoga aylanib bo'pti. Kelinglar.
Tog'a assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Otaginam, assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan, jiyan? Rahmat. Yaxshimisan? Ne'matni o'limiding? Yo, adashtirdingiz ota. Biz shahardan keldik. Ha? Erkin buva siz bo'lasizmi? Yo'q, men Turdiqul buvaman. Mana Erkin buvani uyi. Unisi bizniki. Qani, bir piyola choy. Topganmiz mana uylarni. Adashmabmiz. Erkin buva bizni bir lotereyamizda ishtirok qilib yutib olgandilar. Shumi? Shunga boshliq bilan kelib, qanday qilib aytsak, mukofotini qanday qilib topshirsak ekan deb o'ylab turibmiz-da. Endi har holda qari odam, Shunday olib kirib topshiraver. endi shunday olib kirib topshirsak ham bo'ladi, lekin otaginam qari inson, buncha pulni ko'rganmilar, yo'qmi? Lip-et bir nima bo'lib qolsa. Bala yo'qolib ketmaylik deb yo'l-yo'la o'ylab keldik-da. Ey jiyan, yutgan bo'lsa 5 million yutgandir. 10 million yutgandir. Borani 20 million yutgandir. 1 million yutib oldilar. 1 million. 1 million yutib Meni oldilar. pensiyam 3 million. Pensiyamda 3dan biri ekan u. Meni jo'ram 1 millionlarga mazasi qochmaydi. 1 million dollar yutib oldilar. 1 million dollarda? Dollarda 1 million yutib oldilar. Lotereyaning tushib, yaxshi yomonni farqiga bormaydi. Bu lotereya ham kelib erkin cholga ham chiqadimi? Tog'a, Shuncha yildan beri lotereya o'ynayman. Men o'chirmagan sharbatda idishu ochmagan qopqog'im qolmadi. Qopqog'im chiqqan yo'q menga. Qadaringga limonat. tog'a. O'zingiz kirib yotiq bilan tushuntiring buni. Bo'ldi. Kiraman. O'zim hozir kirib, yotig'i bilan tushuntiraman. O'zingni bosma deyman, hammasi joyida deyman. O'zim tushuntirib aytaman. Otam, Ha? shoshmang. Otaxon tayyor bo'lgandan keyin shunday bizga imo qilasiz, mashinada puli turibdi. Otaxonni ovora qilmaylik dedik, shunday olib kirib mukofotini topshirib qaytamiz. Pulni ham birdan olib kelganmisizlar? Endi otaxonni ovora qilib yurmaylik dedim. Yaxshi. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. O'zingni bostirdi qo'l. Mana, o'zing to'g'rila. Hammasini hozir, hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yaman. Ovozing o'chsin. Namuncha ertalabdan shang'illaysan. Qizga, nabiramizga beshik to'y bo'lsa qilib beramiz. Sabr qilib tur, Xudoyim bir g'oyibidan yetkazar. Erkinboy! Masakanda sen kafirni ham. Erkinboy, yaxshimisan? Yo, Turdiqul, ke. O'tiraver. Jo'ra qani. Qandaysan? Omonmi? Yaxshimisan? Kayfiyatlar. Ha, Qani? qani. Amin. Ha, Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. amin. Ha? Bu xotinlarni deydiyosi tugamaydi-da. Mana qizlarni, bolalarni uyli joyli qilib tinchimas ekanman. Nabiramizga beshik to'y qilib bering deydi-da. Cho'nchagimda hirim bo'lmasa, nimamga qilib beraman? Bitimga qilib beramanmi? Xudo beraman desa hech gap emas Erkinboy. Ha. Endi shu savolda qiziqda, endi mana birga bolalikdan o'sganmiz, menga qiziqda. Ha. Tasavvur qilgin, sen shu lotereya o'ynaysan deylik. Hozir ham o'ynayman, haftasiga o'ynayman. Tasavvur qilib bo'lmasa shu bir kuni lotereyanga deylik 100 ming dollar yutuq chiqdi. Ha. Nima qilasan? Endi jo'rajon nima ham qilaman? O'zi 3 ta kelinni hammasini bir joyga to'plab bo'lmas ekan. Mana 3 ta o'g'il bir joyda kelinlar haftasiga urush janjal, asabda o'ynab tashladi. Shuncha pulim bo'lganda, mana shularni hammasiga agarot olib, uy solib, halislatib chiqarib berardim ha. Yaxshi. Endi tasavvur qil. Miqdorni sal ko'paytiramiz. Ha. Tasavvur qilginki, sen bir kuni lotereya o'ynading, lotereyanga 500 ming dollar yutuq chiqdi. Nima qilasan? Endi bu Turdiqul 500 ming dollar katta pul. Endi qarib qoldik. Xayr ehson ishlarni qilish kerak. Mana Shodiyorni bevasi. Uyini tomini yopolmaydi bechora. Bir 5 ta yetim bolasi bor. Ana shuni uyini bitkizib berardim. Undan keyin mahallani ko'chasini qara, qishda yurib bo'lmaydi. Loygarchilik, asfalt yotqizardim. Undan keyin jo'ra mana mahallani masjid boshlangan hali bitay demaydi.
shuni bitkizib berardim. Xayrli saxovat ishlarni qilardim, jo'ra. Ya sen meni yaxshi tushunmayapsan shekilli. Xo'p, mayli, tasavvur qil. Tasavvur qilgin sen lotereya o'ynaganingda, lotereyani shundoq o'chirsang, $1 million yutuq chiqdi. Nima qilasan shunda? Endi $1 million katta pul. Shuncha pulni nima ham qilardim? Ey, yarmini senga berib yuborardim, jo'ra. Nima? Yarmisini? Ha. Ha. Qil, o'zingga kelay, nima bo'ldi? Ey, o'zingga kel, nima bo'lyapti? Qan, ber, kim bor? Ya. Do'stlar, har kuni baliq iste'mol qiling. Ko'zingiz nurafshon bo'ladi, burgut ko'z bo'ladi. Ey, baliq ming dardga davo qarang. Buni hidini qarang, bu hidini qarang. Voy, savzuslar bilan yesangiz, biz oilaviy xotin bola chaqamiz bilan har kuni mana shu baliqdan yeymiz. Bu baliqni yemabsiz, dunyoga kelmabsiz. Siz ham shunday qiling. Har kuni baliq yeng. Asabim buziladi. Ha? Istoriyaga nima qo'ydingiz? Nima bo'pti? Yo, maqtangani. Uyat emasmi? Ha, nimaga uyalishim kerak? Falon joyda, choyxonada baliq xo'rlik qilib o'tiribman. Go'sht xo'rlik qilib o'tiribman. Uyalmasdan yana balig'i ushlab olib rasmlarga tushibsiz. Kelib, bundoq muzlatgichni ochib qarang. Sichqonlar ayriliq kuyini chalib yotibdi-ku. Men bechora qachon baliq yeganimni eslolmayman. Butun maqtangan. Baliq yeb o'tiribman, shashlik yeb o'tiribman. Bo'ldi, nolaverma, xotin. Voy, menga qara. U baliqni men o'zim ham yeganim yo'q. Shu to'g'ri kelib qoldi bir. Hali do'st dushmanlarni ichini qizdirib qo'yay deb istoriya qilib qo'ydim-da. Shuna bo'ladimi odam? Hozir baliq yeb bo'lmaydi. Baliq yeydigan oy kelsin, albatta baliq olib beraman. Yaqindagina baliq yeding-ku. 3 oy ham bo'lgani yo'q. Zohidboyni to'yiga borganda yeding-ku. Voy! Yaxshi ham o'sha Zohidboy bor ekan-a? Yaxshi ham o'sha Zohidboy to'y qilib dasturxoniga baliq qo'yibdi-ya. Men bechora borib yeyapman-a. Voy, tavba qildim-ey. Bo'pti. Menga qara, bir istoriya qilaman. Muxlislarga bir yangilik qilib qo'yay. Asabim zo'rg'a turibdi. Hozir qo'shilib ketishim mumkin hozir. Mana. Hormaylar, patichilar, omonmisiz, salomatmi? O'ylab qoldim hozir. Shu oxirgi paytda mehr oqibat odamlar orasida ko'tarilib ketyapti. Silay rahmni unutilyapti. Bu dunyo g'animat azizlar. Ishoning, hammasi o'tkinchi. Mol, davlat, pul deb silay rahmni unutib qo'ymang azizlar. Hoziroq hamma ishingizni to'xtatib qo'yib, ota-onangizni borib ko'ring. Aka, uka, opa, singilni holidan xabar oling. Ishoning, dunyo g'animat, umr g'animat. Silay rahmni mahkam ushlang. Omon bo'ling qadrdonlar. Mana bo'ldi, endi istoriyaga joylab yuboramiz. Silay rahmni mahkam ushlang qadrdonlar. Otalar so'zi qilardi-ku hamma joyi, ha? Qarang. O'zi oxirgi payt, ha? Kim bilan silay rahm qildingiz? Qarindosh urug'lar bilan hammasi bilan urushib chiqdingiz-ku, mushtlashib chiqdingiz. 2 kun oldin. Hozir shu gapingizga aytaymi? 2 kun oldin mana shu yerda akangiz bilan rosa yoqa bo'g'ilashib. Kim urushdi? Bir qarich yer talashib, ha? Bu meni aybim yo'q. Bir qarish akamni chegarasiga yer o'tib ketibdi. Nima bo'ldi? O'tib ketibdi. Voy, men ham jigarman, haqqim bor shu akamda. Shuni janjal qilib to'polon qilmasdan, ukajonim, bir qarish o'tib ketibdi, yana bir qarish ol. Uka, yeringga yer qo'shilsa nima bo'pti deb xursand bo'lib bermaydimi? Bu dunyoda yerga kim to'yibdi? Ukajon, ol demaydimi? Boradigan hammamiz, akamni ham, meni ham boradigan joyimiz shu bir qarish yer. Shuning uchun talashish kerakmi? Asabimni buzib qo'ydi. Jahlim chiqib ketib, g'ishni olib boshiga urdim, 2ga bo'lib tashladim. Mayli, uni qo'ya turing. Nima emish?
aka singillarni xabardan xabar olinglar. Singillarga siylay rahim qilinglar. Oxirgi payt o'zi singlingiz bilan qachon ko'rishdingiz? Ha? 2 kun oldin singlingizni ko'chada ko'ribsiz. Tanimay o'tib ketibsiz a? Tanidim o'shani. Ataylab tanimaslikka solib o'tib ketdim. O'n turishini qara. Sharmanda nomusga o'ldiradi bu bor-ku odamni. Kalishi yirtilib yotibdi. Ustidagi kuynakni qara. Enam zamonidan qolgan kuynak rangi o'chib ketibdi. Kimsan palonchini singlisi degan gap bor. Bitta yarimta ko'rib qolsa nima deydi? Sharmanda qiladi shu odamni. Telefon qilib yarim soat yig'ladi bechara. Yuraklarim ezilib ketdi. Boshida eri bo'lmasa, 3 ta bolasi bo'lsa, bolasiga orttirsinmi, o'ziga orttirsinmi? 1 yil bo'pti ko'rmaganingizga. Bir 2 ta non ko'tarib kirmasangiz. Vaqt bormi shuni borib ko'rib kelishga, a? Ish ko'p, yugur ko'p. Mana o'g'lingning kontraktini to'lash kerak, hali bu yerda kredit bor, uni yopish kerak, uchastkani remontini qilish kerak, mana yorilib ketgan. Undan keyin ana do'konni ochib qo'yganmiz, ichini to'ldirish kerak. Qancha ish turibdi. Vaqt bormi o'shani borib ko'rishga? Qarang-a. Singilga o'xshab o'zi kelib akani ko'rib ketsa bo'lmaydimi? Men o'shanga bir yangi kalish berib yubormaymanmi? Voy qarang-a, qarang-a. Jonlanib ketdingizmi? Voy tavba qildim. Bunaqa zihni odamni ko'rmaganman, ey. Voy tavba. Oxirgi payt so'zida bor, amalida yo'q. Riyokorlik ko'payib ketdi. To'g'ri aytasan. Haqiqatan ham ko'payib ketdi shunaqalar. Akajon, uyni suratlarini Telegramdan tashladim. Tashladim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Uyda ko'rinishi hamma menga ma'qul. Yaxshi. Remonti ham toza ozodalarga ham yoqdi-yu. Faqat narxida ozgina shunday yoqimsiz holat bo'lib turibdi. Qo'ysiz-chi. Artistlarda pul bo'lmasa, hamma pul sizlarda aka. Avvalo, shunday deb o'ylaganingiz uchun rahmat. Artist ham odam, zo'rg'a qiynalib topganman bu pulni aka. Yillar davomida. Qancha deyapsiz? 55 deyapti. Oxirgi Mabodo 52 yarim desa-da. Ilojim yo'q aka. Shu 50 ga ko'ndirib bersalaring olayin, bo'lmasa ilojim yo'q. aka, Ishimizda ota nima? akajon, qo'lni oling. Olib beramiz 50 ga. Xalqni xizmatda yurgan insonsiz. Akajon, shu bizlar ham to'g'ri tushuning. Endi bizni bola chaqamiz, tirikchiligimiz shuni orqasidan-da. Ishimizda ota nima? Shunday, 50 ga shu uyni rozi qilib olib bersak, bizga ataganingiz qancha bo'ladi? Ona suti halol. Ikkovlaringga 500 beraman. 500 mi? Ha. Bo'l. Siz mana shunda turib turing. Qani, boshla. Amalli. Hozir. Ko'rmaysizmi? Bu opani ismi Toshgulmi, Toshbuvmi? 1 oydan buyon qatnaymiz. Olib kelmagan klientimiz qolmadi. Nima qattiq ekan? 55 deb oyoqtirib olganini qarang. Mana qarang. Bitta taktika qilmasak bo'lmaydi aka. Qanaqa taktika? Akamiz bor-ku. 50 ga olaman deb tayyor. Puli naqd. Opa beva bilasiz. Aytamiz, aka o'ziga emas. Bunaqa chet joydan uy olmaydi u. Bir beva opasi bor. Jiyanlari bilan. Shunga olib bermoqchi deymiz. Opani o'zi ham beva. Salgina bir yuragini yumshatib amallamasak bo'lmaydi aka. Ey! Bu nima turish? Uy oladigan odam. Ichkariga kirib ko'rmaydimi, ukalar? Kirganmiz, o'tgan safar kirganmiz, ko'rganmiz, bizga yoqqan, ma'qul bo'lgan. Ana klientga ham ma'qul bo'ldi. Lekin shu sal narxi yoqmay turibdi-da, opa. Endi uka 55 dan bir sim ham tusha olmayman. To'g'ri tushuning. Yoqsa olinglar. Bo'lmasa majburlash yo'q, uka. Hey opa, 55 deb oyoqtirib olgansiz. 50 ga naqd klientdan nechtasini olib keldik? 50 ga bering, naqd. Puli naqd odam turibdi. Endi 55 dan bir sim tushmayman dedim-ku. San'atga qiziqasizmi, opa? Menmi? Sevaman. Yoshligimdan san'atkor bo'lishni xohlaganman. Menchi opera qo'shiqchisi bo'laman deganman, ha. Ovoz menda bor edi. Hamma ovoz menda edi.
Dugonalari bormisiz, omonmisiz? Jam bo'lishib, ochilib gulzormisiz jon? Ochilib gulzormisiz jon? Oh! Qalay? Zo'r. Ana opa san'atga qiziqar ekansiz. Bilasizmi, xaridor kim bo'lyapti uyingizga? Xalqimizning sevimli san'atkori, qiziqchi, so'z ustasi, sho'rdanak ko'rsatuvini ko'rganmisiz? Voy, men sho'rdanakni rosa yaxshi ko'raman. Ha, Erkin Jo'lliyev xaridor bo'lyapti. Erkin Jo'lliyev menga yoqadi dali, qorachadan kelgan gavdalik. Populetta rollanida. Yo, emas. Kichkinasi, bo'yi kichkinasi, Erkin Jo'lliyev. Ana u cholmi? Ha, chol bo'lib chiqadigan. Ha, onam muxlislar, u cholga onam muxlislar. Ha. Bir opasi bor ekan, beva. Shu jiyanlarim bilan opamga olib beray deb, shu keldi. Ha, shunaqa demaysizmi? Baraka topkur. Erkak bola ekan. Beva opasini o'ylabdimi? Hech qachon kam bo'lmasin. Ha. Bitta iltimosim borda. Shu Erkinjonni o'zini bir chaqiring. Bir mana shu yerda o'zim ikki og'iz gaplashsam, ko'zma ko'z. Bu yoqqami? Chaqiring o'zini. Opa, shunda 50 mingga berasizmi uyni, rozimisiz 50 ga? Siz oldin chaqiravering, u yog'i bir gap bo'ladi. Men bir gaplashay. Hozir opa tushavering. Erkinjon. Mana bu uy qarang endi. Shunaqa chiroyli akkuratli qurilgan. Nariyog'i qo'yxona. Ha. Mana bu yoq bog' mana. Odam deysizmi? Gilos, shaftoli, uzum, hamma turidan bor. Ha, mana bularni qarang endi. Hammasi import, chet elligini qildirganman men. Mana bu daraxtlarimni qarang mana. Ha, shu 55 mingga shu uy qimmatmi, Erkinjon? Qancha? 55 mingga qimmatmi shu uy? Haligi eshitishim bo'yicha beva opachangizga olib berayotgan ekansiz shu uy, to'g'rimi? Beva opam? Ha? Ikkita yetimni boshini silayotgan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan, Erkinjon. Yana ham sizga hurmatim oshdi, Erkinjon. Ha. Qani endi gapni indallosi. Savob ishni qiladigan bo'lsangiz, oxirigacha o'ldirib qo'ying-da. Qo'lda bering. Men ham Erkinjon endi beva ayol bo'lsam. Ha. Ikkita sag'irim bor, o'rgilik. Keling, mana shu uyda, 60 mingga ola qoling. Oling, Erkinjon. Rozi bo'l. Qolganini kredit qilarman.